Sizlar bilan men Nizok. Bugun bir yuzma meni. Bugun biz ulanib o'ynaymiz. Men Yovuz. Yo reklama berib qo'ydi. Reklama berdingizmi? Bu yo'lda bu videoda reklama ko'p bo'lib qolishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. O'sha joylarni videoni stop qilib, tugagandan keyin davom ettiraman videoni. Qisqa bo'lib qolsa mendan emas. Yaratchi. Men shunchaki ketayotgandim o'rtam bilan. Shu pushti o'rmon chiqib qolibdi. Pushti o'rmon chiqish ehtimoli o'zini 3% kommentariyga yozib ketinglar. Chunki menimcha u qiyin chiqadigan narsa. Ana unga ham reklama berdi. Bo'ldi, reklama tugatdilar. O'yindan tark etdi deydi hozir. O'yinni tark etdi. O'zi mana shunaqa o'ylarkan akalar. Hammada ham. Kirdim. Boshdan kiryapti. Shunaqa bo'ladi. Aytdim kuzingga. Ana hozir menada paydo bo'ladi bitta stil. Men skinimga e'tiborli bo'ling, nega do'yatishga. Choqaling aka. Seni kim bo'ldimi sen? Yazillashyapman. Qo'ydi chop. Bolasi bor ekan. Bolasini ham chop. O'zing chop turib, men ungacha. Bo'ldi, men ham o'zimga kravat topdim. Pushti daraxtdan chopyapman. Mayli endi bayda boshqa daraxt topish ehtimoli juda kam. Lekin menada bitta bor ekan. O'shani ek. O'shani ekitsa. Ikkita ko'chatim bor o'z inventarimda. Senda ham bor adashmasam. Sen hayotga ekib ketdingmi? Ekib ketdim. Daraxt chop. Men sirazi ber. Mana. Qara. O'tga ekding sen shuncha. O'tga qo'yding yozda. Va kakras toshga ulayman. E'tibor bergan bo'lsanglar, menda yozuvlar o'zbekcha. O'zbekcha modani qo'shganman. Men toshga ulayman. Bu video bir qismli bo'lmaydi 100%. Men qancha o'tdim? 5 minut. Endi 3 minutda shuncha narsa tashyapmiz. Uyimizda polni daraxtdan quramiz endi. Akalar, karotchi, ularni o'ynashni bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Kommentga yozinglar. Bilmasalaring o'rganib olinglar. Buning uchun agar Wi-Fi bo'lmasa, ulanmoqchi bo'lgan odamingiz, kimni megabayti bo'lsa o'sha sizga tochkani yoqadi. O'sha tochkaga ulangan holda bitta yo'l ochadi. Kim ochishini farqi yo'q. O'sha yo'lni ochadidan o'ynab turadi. Keyin друзья, ya'ni do'stlar qatoriga o'tganingizda bitta yo'l paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Kim tushundi? Tushungan bo'lsanglar kommentga plus yozinglar. Wi-Fi daqsalaring ham bular shu ishdi. Sen qancha? Mana kondaman. Pes. Yonimga teleport qil. Yo to'xta, o'zingni yoningga emas, men seni yoningga. Men hozir o'zimga teleport qilolaman seni. Seni yoningga teleport oldi. Sen bosdingmi? Yo'q, men hech yo'q. Menada ham tosh bor ekan. Yurib tepalik suramiz. Konga tushamiz. To'xta, oldin kravat qo'yib uxlaveraylik.
Kechasi yuramizmi? Yo'qsa bilmayman. Va nihoyat. Hozir nima qilmoqchi edim? Ha, men kravat yasamoqchi edim. Uxla, yalamas. Uxla. O'ynab yolmassan. Ha, yozib o'zbekcha olmabdi lekin. Ha, to'shakni balay qilish deyapti. Hey, qara kravatda cho'ntakda olib yurish. Bu qanday? Şey legendariy. Mis kerakmi? Yo'q, reklamani yetkazib yuborish kerak. Bu videoda chitlar ishlatiladi. Bilmasalaring o'zlaring ham ko'rib olib yozishinglar mumkin. O'lib ketdim. Yaxshiyam hech bo'lmaganda kravatim yonimda edi. Yaxshisi oddiy daraxtlardan chopib kelaman. Chopib olaman. Ovozing eshitilyapti. Ya u pishti o'rmonga hozir men qaytaman lekin. Pishti o'rmon. Menda 7 ko'chada. Endi 2 dona. Namangan ketdim. Dokka. Mana vizivaniyamiz mana shu tomonlardan boshlanuvdi. Hozir pishti o'rmon qaysi tomondaligini eslab olishim kerak lekin. Jigardan qo'y. Tepaga chiqib sen qidirishga harakat qilaman. Jak teleport qilsak nima bo'ladi? Yomg'ir teleport. Teleport. Hozir o'zimni yonimga teleport qilma. Qayerda? Yo, sen meni yonimga teleport. Ha, bo'ldi ana. Mana yuqoramizdan yerimiz. Men meyda o'tlardan tozalayapman. Men ovqat chopaman unda. Ovqat chopaman deb o'zim chopilib ketmasam bo'ldi. Men esa magnitda 10 ta. Ko'chatman. Vashshe bosilmayapti tugmalar. Mol, menga qara. Endi hayot bilan aydolash. Go'sht ishtimanda. Bilmadim. Ana pishti o'rmon. Kalotchi. Pastlikda mana o'rmon bor ekan. Kel yonimga teleport qil. O'tin chopmasak bo'lmaydi. Mana o'rmonlar. Qayerda? Player. Va olma. Uzr. Borsang o'tin chop. Sen yovuzlikda ayblanasan. O'rmon devding-ku, bera 3-4 ta daraxt bor xolos. Aniqda ekan o'rmon. O'sha o'rmon bor ekan dedim-ku. Nechta daraxting bor? 6. 7 ta ko'chat bor. Ikkamizning yoniga. Ekmasak bo'lmaydi. Analarga jinnot kelib o'tirmaymiz. Reklama akalar. Va men qaytyapman va qaytdim. Ha, la. Daraxt chopish ishlari
Daraxt chopish musobaqasini ochiq deb e'lon qilaman. Daraxt chopishni boshlaymiz. 90-chi. Ko'lagan daraxtlaringni, chopgan daraxtlaringni tagini yaxshilab qarab tur, olma ham bo'lishi mumkin. Qaraymanki, faqat hozir emas. Men ham ko'chat olyapman. Ovqat hal qilyapman men undan. Uyimizga deraza qo'yamizmi? Yo'q, qo'ymasak bo'lmaydi-ku. Kekas qumni yonidaman-da, qidirib o'lib yurmaymiz-da. Mol, qayga qochyapsan? Xuddi mendan qochalargan deysan. Nechta qumchoqlar? Nega bor? 18 ta ko'la yetar. Yo'q, ikkita deraza yetadi-da. 10 ta ko'la. 12 ta ko'layman. Lapatkam sinib ketguncha ko'la unda. Lapatkam yo'q. Qo'lim sinib ketguncha unda. Qo'l hech qachon sinmaydi-ku Minecraftda. Chitonni sindirsa bo'ladi. Virustakka ochmoqchi edim men. O'zi nima urasan? Ham ikkita jon ketdi, bitta ikki. Yo'q. Ya. Urmoqchi bo'lyapti. Seniki ham qotsin-chi, ko'ramiz. PvP nafidimi? Voy, bo'ldi esnaydi. Ha. To'xta. Galang. O'zing aytding, men aytganman, to'xta deb aytdim senga. Men hali aytib turibman, sen olib yotibsan yana. Yaramas, men bir qildim, sen o'ltirding ham hattoki. O'ltirma meni, yaramas. Kravatimni qo'ymadim ham hali. Teleport qilsam bo'ladi. Bo'pti. Mening o'g'lim bir. Mendan qaraganim 34 donagina daraxtim, toshim bor ekan. Mol, sen nima menga unaqa qilyapsan? Sen ham ovqat chopyapsanmi? Sen tosh hal qil. Men ovqatni o'zim hal qilaman. Toshni hal qilsam, ovqat bilan Ovqatni o'zim hal qilaman. Ovqat yonida 10 ta qo'y go'shti, bitta mol go'shti bor. Menda 9 ta qo'y go'shti, 10 ta mol go'shti, bitta tovuq go'shti bor. Bakda bitta. Ana bitta blok qo'yib sindirchi. Server o'tardimi senmi bola? Server o'tardi meni. Jinni server. Bo'lib qoldi. Şükürler. Lama pama tuttu diye. Nechta toshga o'lay? Bir stak yetsa kerak. Bir yarim stakka o'lay. Bir stak toshga o'lay. Akalar, mashina birinchi qism tugadi, hammaga yangilik.